So'nggi tergovlar jiddiy savolni kun tartibiga chiqardi. Bangladeshlik ishchilar Ukrainadagi urushga qanday qilib aldanib tushib qolmoqda? Oddiy ish va'dasi bilan Rossiyaga ketgan muhojirlar aslida frontga yuborilmoqda. Associated Press tergoviga ko'ra 2024-yil oxirida Bangladeshning kambag'al hududlarida vositachilar faoliyati keskin kuchaygan. Ular erkaklarga Rossiyada farrosh, oshpaz, kir yuvuvchi kabi tinch fuqarolik ishlarini va'da qilgan. Oyiga $1500 daromad, yashash ruxsatnomasi va xavfsiz ish ko'plab odamlar uchun yagona imkoniyat bo'lib ko'ringan. Shu sababli ko'pchilik kredit olib, uy-joyini sotib yo'lga chiqqan. Ammo Rossiyaga yetib kelgach, ishchilarni boshqa manzara kutgan. Ularning so'zlariga ko'ra, hujjatlar rus tilida tushuntirishsiz imzolattirilgan. Keyin ma'lum bo'lishicha, bu harbiy shartnoma bo'lgan. Shundan so'ng ular harbiy lagerlarga yuborilgan. U yerda ularga qurol ishlatish, dronlar, yaradorlarni evakuatsiya qilish, o'q ostida harakatlanish bo'yicha qisqa tayyorgarlik o'tkazilgan. Qarshilik ko'rsatganlar kaltaklangan, qamoq yoki o'lim bilan qo'rqitilgan. Qochib kutilganlardan biri rus ofitserning so'zlarini shunday eslaydi. Sizni global mojarolar, urushlarning yashirin mexanizmlari va oddiy insonlar taqdiriga ta'siri haqida xolis tahlillarni bilib borishni istasangiz, Dunyo nigohi kanaliga obuna bo'ling. Videoga like bosing va fikringizni izohlarda qoldiring. Biz murakkab mavzularni shov-shuvsiz, faktlarga tayangan holda yoritamiz.